Nega Yangi Toshkentdan uy olishim kerak degan savolga bir javob berib o'tib ketamiz. Yangi Toshkentning afzalliklari. Birinchidan, Yangi Toshkent hamma narsa ekologik jihatga qarab yondashib qurilyapti. Bu degani salbalada simli osilib yotmaydi. Har xil bo'lar bo'lmas joylarda yoqmaydigan narsalar ko'rinmaydi. Hammasi o'ylangan, texnologik jihatdan nuqtasigacha o'ylab, mana hatto e'tibor berishingiz mumkin. Mana har bitta hovlida domlaning orasida mana shunaqa yertakdan chiqayotgan yo'llar turibdi. Bu degani bu avtoturargohli mashina qo'yish hammasi butun shahar tagida domlarning tagida mana shunaqa avtoturargohlar joylashgan. Tepada mashina bo'lmaydi. Hamma yoqda ariqlar, suvlar, o'zi eski Toshkentni eslasanglar, hamma joyda ariqlarimizni suv oqib turardi. Xuddi shunga o'xshab bu yerda har bitta ariq, har bitta anhor o'ylab chiqilgan, fontanlar, xullas nuqta berguchi insonning hayoti uchun kerak bo'ladigan hamma narsa qulaylik darajasida o'ylab qilingan hammasi. Mana hozirdan noldan ko'rish mumkin, infratuzilmani cho'tki qilib olib ketishyapti lekin. Menga ayniqsa shu avtoturargohlarning yeri tegdi bo'lgani juda ham yoqdi. Ajoyib yechim qilishgan. Butun shahar bo'yicha avtoturargoh yeri tegdi bo'lar ekan. O'sha to'g'ri taraflarda osmono'par binolar bo'ladi. Xullas bir juda ajoyib shahar bo'ladi. Bir yashab oramizmi deyman-da, mana shu Yangi Toshkentda.